ataylab asabimga tegding-a. Baribir uyga olding-a. Maqsadingga yetding. Assalomu alaykum, Jenny. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi? Ha, rahmat. Boring, xalaqit beryapsiz. Juda toza ish qilar ekansan-a? Buncha ko'p gapirasiz. Nima deb o'ylaysiz, Mahmudjon? Ha, endi o'g'lingizni bilasiz-ku. Har doimgi qilig'i. Har doimgi qilig'i deng. Shunaqa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Bugun erta turibsizmi? Ishga ketyapman. Ishga? Nima qilibdi? Kimdir aytgan ekan, erkak kishi uyda o'tirsa, qiz bola bo'lib qolar ekan deb. Men unaqa deganim yo'q-ku. Sen aytding, deyotganim yo'q-ku. Qornim tatalab ketdi. Nonushtaga nima berasan? Quymoq. Yeysizmi? Quymoq. Ha. Zo'r-ku. Yeyman. Siz ishxonaga shundoq bormoqchimisiz? Kiyimimga nima qilibdi? Ko'cha bezorisiga o'xshab qolibsiz. Kostyum shim kiymaysizmi? Kostyum shimlarim ko'p, lekin kostyum shim kiyishni yoqtirmayman. Xo'p, yuring unda, quymoqingizni tayyorlab beraman. Xo'p. Ishxonada nima ish qilasiz o'zi? Ish boshqaruvchi bo'lsam kerak. Bo'lsam kerak. Har qalay dadam shunaqa degandilar. Hozir boray-chi, ishdan bo'shatib yubormagan bo'lsalar. Dadangiz qayerdalar? Dadam Rossiyada. U yerda katta kompaniyasi bor. Yo'q-e. Yaxshi chiqdimi? Ha, juda mazali, lekin baribir qo'ling qattiq ekan. Endi o'sha kuni shunaqa bo'lishiga biz sababchisiz. Bilmay urib yubordi. Lekin o'sha tarsaki bir umrga esdalik bo'lib qoldi. Qo'rqib ketdim-da. O'zim ham qo'rqib ketdim. Bo'pti, men ketdim. Mayli.